Saksiyana hududi 63-maktabni oldida bitta budjetni arzon 2 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. 2 xonalik 6 qavatlik Novostroykani 5-qavatda joylashgan polnotsenniy 2 xona kirish qismimiz. Remontlari o'rtacha, yangi dom, bez lift, uzun koridor bo'lyapti. Birinchisi oshxonamiz 4 ga 3 metr приблизительно. Bu yer ham misol 4 ga yotoqxona bo'lyapti, ya'ni 4 ga 3,5-3 metr bo'lyapti. To'g'rimizda общий санузел, baklar bor. Isish tizimi двухконтурный котел bor. Bu yerda esa katta mehmonxona bo'lyapti. 5 ga 3,5. Remonti o'rtacha. Xohlasangiz olib bitta chiroyli ta'mirlab, o'zingizga mos qilib chiroyli remont qilsangiz ham bo'ladi. 2 xonalik 6 qavatlik Novostroykani 5-qavatda joylashgan. Umumiy kvadraturasi 54 metr kvadrat. Narxi 41 ming dollar so'ralyapti. Kadastr hujjatlari bor. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Kimda kim bank tomonidan ipoteka chiqara olsa, пожалуйста, marhamat. To'liq ma'lumotni olish uchun pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. E'tibor uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.